Depozit $1000 P2P'da qancha daromad qilish mumkin? $1000 pulimiz bor. Kuniga shu $1000dan farqi yo'q, qaysi davlat bo'lishidan qat'iy nazar, davlatga qarab foydalar ham ancha o'zgarib ketaveradi. Minimum bitta aylanmadan 0.5 dan 3-4% pribol qilsa bo'ladi. Bu degani $1000dan sredniy bitta krugingiz 1% bersa, mayli общий kuniga 4 marta ishlasangiz ham 4% degani, bu degani $40 foyda degani. Bir kunga hisoblab chiqinglar, 24 soat bez ostanovka bozor ishlaydi. Xohlaganingizcha оборот qilsangiz bo'ladi. Bu primer 3-4%. Undan ham ko'proq qilishingiz mumkin. No, o'zingizni vaqtingizni shu narsaga berishingizga bog'liq va qanaqa foyda bilan qanaqa targ'ibot qilishingizga bog'liq. Qaysi davlat bilan ishlashingizga bog'liq. Bir kunga $40 primerni daromad qilinsa, $1200 primerni daromad beryapti bir oyga. $1000 pullaringiz bor edi, bir oyga $2200 bo'ladi. O'shaning uchun doim aytaman, bu biznes deb qarash kerak P2P'ga. O'shandan foyda qilsanglar bo'ladi. Davlatning farqi yo'q, xohlagan davlatlaringiz bilan ishlasalaringiz bo'ladi. Bilimlaringiz yaxshi bo'lsa, chotki bilsanglar, hammasini qo'rqmasdan bemalol targ'ibot qilsanglar bo'ladi.